Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men bugun Namangan shahriga oshxona kunni mebelini qilib berganmiz. Ko'rib baho beringlar. Like va podpiska bosishni esdan chiqarmanglar. Assalomu alaykum obunachilarimiz. Mana 350 ga 285 bo'ylab antresollik, high-tech fasonda mana. Xo'p, buni ichiga bitta mo'ykamiz kiradi. Bonuslariga shu-shulga qo'yib beramiz. Chiroyli qilib, xudo xolasa. Mana eshiklariga vakuum sharnik, g'aladorlari hammasi o'zi tortadi, mana vakuum. Xo'p, endi bu yerga keladigan bo'lsak, vitichkamiz sensorli mana. Xudo xolasa mana bitta ishlaydi, yaxshisi-da. Gazlarimiz bor, mana choklarimiz xudo xolasa tekis, orqasi granit bo'ladi. Xo'p. Bitta elektrический aloqa montajlarimiz bor, uni ham bonusga qilib beraveramiz. Mana polkalarimiz bor, ikkitalik bemalol narsa qo'yib ishlasa bo'laveradi. Mana pastlarimizda ham polkalarimiz bor, bemalol ishlasa bo'laveradi. Hammasi vakuum sharnik xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Inshaalloh sifatli va hamyonbop narxlarda qilib beramiz. Bu ishimizni metrini, vagon metrini 3 million so'mdan tayyorlab berganmiz. Inshaalloh mana bitirdik.